Bugungi videoda sizlar bilan Kalmar o'yini serialining 3-sezonini to'liq boshidan oxirigacha tahlil qilamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Mafilm News kanaldasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli tahlil videomizni boshladik. Kalmar o'yini 3-sezoni haqiqiy shedevr, drama va qonli serial bo'lgan. Oldin aytib qo'yaman, serialni o'zbek tilida yuqori sifatda Telegram kino kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. Hozircha faqat birinchi qism ma'lumot tezorada Mega Film Ulavasdan o'zbek tilida yuqori sifatda reklamalarsiz tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Oramizda serialni ko'rmaganlar juda ko'p. Shu uchun birinchi serial voqealari haqida qisqacha aytib beraman, keyin tahlilga o'tamiz. Qanunni boshladik. Kalmar o'yini serialining 3-sezoni birinchi qismi Kalitlar va pichoqlar deb nomlangan. Serial jarohatlangan lekin tirik bo'lgan o'yinchilarni organlarini olish uchun tobutlarga solinayotgandan boshlanadi. Keyin 456-o'yinchi so'nggi xunni tobutda olib kelishadi va bizga orolni qidirayotgan guruhni ham ko'rsatishdi. Kadrlarni hammasini ham qo'ya olmayman, chunki video bloklanishi mumkin. Keyin Gixun o'ziga keldi va nimaga uni o'ldirishmaganidan hayron bo'ldi. Janjal ko'tardi. Keyin uni kravatga kishallab qo'yishdi. Qidiruv jamoasi esa dron olish uchun to'xtaydi. O'yin boshqaruvchisi kema kapitaniga agar qidiruv guruhi bizani bilib qoladigan bo'lsa, ularni otib o'ldirishni aytadi. Keyin o'yin tugatilishiga so'rovnoma o'tkaziladi va o'yin davom etadi. O'yin davom etishini bilgan Gixun ovoz ham bermaydi, indamaydi. Shu bilan erta bo'ladi va yangi o'yin boshlanadi. O'yin berkinmachoq bo'ladi. Faqat qonxo'roq berkinmachoq bo'ladi. O'yinchilar ikkita jamoaga shart tanlash orqali bo'linishadi. Ko'k jamoa berkinadi va ularga barcha qulf eshiklarni ochishga kalit beriladi. Qizil jamoa esa ko'klarni o'ldirish uchun pichoq berishadi. Ko'klarning berkinishiga 2 daqiqa beriladi. Keyin ular qidirishga tushishadi va ikkinchi qism boshlanadi. Ikkinchi qism yulduzli tun deb nomlanib, qizillar ko'klarni qidirishi bilan boshlanadi. Ikkinchi qism serialning haqiqiy qonxo'rligi, ya'ni unda qizillar bir-birini, ko'klar ham bir-birini o'ldiradi. Shunaqangi sihat odam bo'lish mumkinmi? Ko'klar uchun chiqish eshigini Manba 44-raqamli xotin ochdi. Bu bilan Manba amaki bor edi. Eshik ochilgach amaki chiqdi. Aniq 44-raqamli xotin bo'lsa, qolib ketadi. O'sha xotinni chiqarib yuborsa o'lib qolmasdi. Keyin chiqat 222-o'yinchi eri bor edi. O'sha Manba ekspert ayolni 120-raqamli o'yinchini o'ldiradi. 120-raqamli o'yinchi kampir va haqiqat ayolni o'yin bo'yi himoya qilib prosta o'lib ketadi. Ular uchun chiqish eshigini ham topgandi. Nima deymiz endi? 3-sezon qonxo'rlik ekan. So'nggi xun ham jamoasida bo'lgan 388-o'yinchini o'ldirib, o'yinda tirik qoladi va ikkinchi qism ham tugaydi. 3-qismda qidiruvchilar orolni topishadi va o'yin bo'layotgan joyni qidirish uchun ertalab bo'lishni kutadi. Berkinmachoq o'yindan so'ng yana ovoz berish bo'lib o'tadi va o'yin davom etadi. Shundan so'ng 149-raqamli ishtirokchi Jang Gyunja Jixun bilan gaplashib, 222-raqamli ishtirokchi Kim Jun Hini qutqarishni so'raydi, bolasi bilan birga, va Gixun rozi bo'ladi. Keyin ertalab o'yindan oldin tobut ko'tarib askarlar kelishadi. 149-raqamli ishtirokchi Jang Gyunja o'zini osib qo'ygan ekan. Yana bitta narsani yechishdan chiqdi. Gyunja o'z o'g'lini o'ldiradi. Aturkiga o'xshagan narsani sanchib, agar uni o'ldirmagan o'g'li 222-raqamli ishtirokchi Kim Jun Hini o'ldirardi va 5-o'yin boshlanadi. Ya'ni arqon sakrash. Bu o'yindan boshlab Gixun Kim Jun Hunga yordam berishni boshlaydi va o'sha qavlog'ini olib arqon sakrash o'yinida bir tarafdan ikkinchi tarafga bola bilan o'tadi va 3-qism ham tugaydi. 4-qism boshlanadi. 4-qismda o'yin davom etadi. Junki ikkinchi tarafga o'ta olmaydi, chunki berkinmachoq o'yinida oyog'ini qayirib oladi va barcha o'yinchilar narigi tarafga o'tishadi. Junki Gixundan bolasini asrashini va boqishni so'rab yerga sakraydi va o'ladi. Yana bizga 4 ta viplarni ham ko'rsatishdi. Ularning 3tasi amerikalik, bittasi osiyolik. Junkining bolasi o'yinda onasining 222-raqamini oladi va o'yinchiga aylanadi. O'yinchilar 8 ta edi, chaqaloq bilan 9 ta bo'ldi. Oxirgi o'yindan oldin har doim shvedskiy stol bo'ladi. Ya'ni o'yinchilar ovqatlanib 3 ta ishtirokchini chiqarib yuborishlari kerak bo'ladi. Undan oldin o'yin davom etadimi yo'qmi, shuni hal qilishadi ovoz berish yo'li bilan va o'yin davom etadi. Qidiruv guruhi kapitan bilan orollarni qidirishayotgan edi, ya'ni o'yin bo'layotgan orolni. Askarlar kapitan sotqinligini bilib qolgach, kapitan ham ular o'zi haqida bilib qolganini biladi va qurol olib barchani o'ldirishga tushadi. 3-4 ta politsiyachini o'ldiradi, faqat 2tasi tirik qoladi. O'yin boshqaruvchisining ukasi kapitanni o'ldirardi. Jamoa 2ga bo'lingan bo'ladi. Birinchi jamoada 2 ta odam tirik qolgan bo'ladi. Ikkinchi jamoada esa hech kim tirik qolmaydi. 9 ta odamdan 6tasi jamoa bo'lib, Gixun chaqaloq va 125-raqamli o'yinchini
o'yindan chiqarishmoqchi bo'lishadi. Tunda Gixunni o'yin boshqaruvchisi, ya'ni birinchi raqamli o'yinchi chaqiradi va o'yin boshqaruvchisi chaqaloq va Gixunga yordam berishni aytadi. Keyin unga pichoq berib, ular uxlayotganda ularni bo'g'izlab o'ldir deydi. Agar shunaqa qiladigan bo'lsa, yutardi. Eng qiziq joyga keldik. Boshqaruvchi maskasini yechdi va Gixun qotib qoldi. Uni o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin jur'at qila olmaydi va pichoqni olib chiqib ketadi. Boshqaruvchi undan odamlarga ishonasanmi deb so'radi. Gixun esa javob bermasdan chiqib ketdi. Va 5-qism boshlanadi. 5-qism bolasi kasal bo'lgan erkakga yordam berayotgan qo'riqchi qizning havo shamolatish yo'lidan kirish bilan boshlanadi. Gixun pichoq bilan boshqa o'yinchilarni o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin uddala olmaydi. Boshqaruvchiga ham o'yinchilarni o'ldirish uchun pichoq berilgan ekan, u hammani o'ldirgan. Gixun esa o'ldira olmadi va uni ko'ziga birinchi sezondagi 67-raqamli o'yinchi Heyonjun ko'rinib, bunday qilmasligini aytadi va Gixun hech kimni o'ldirmasdan joyiga borib yotadi. Qidiruv guruhi esa hali ham orolni qidirishda davom etadi. Tong otib final yakuniy o'yin boshlanadi. Yakuniy o'yin tepadagi kalmar o'yini deb nomlanadi va o'yinda 3 burchak, 4 burchak, dumaloq shaklli juda baland binolar bo'ladi. Ular 4 burchakdan 125-raqamli o'yinchini chiqarib yuborib, keyingi 3 burchak binoga o'tadi. Binoda ular Gixun va chaqaloqni uloqtirishmoqchi bo'lishadi, lekin plan o'xshamadi va 333-o'yinchini Gixun o'rniga o'z jamoasidagi o'yinchi itarib yuboradi va ular oxirgi dumaloq binoga o'tadi. Binoda 333-raqamli o'yinchi ikkita o'yinchini chiqarib yuboradi va ikkita ishtirokchi qoladi. Chalajon holatda bittasi o'z xohishi bilan sakraydi va 330-o'yinchi, 456-o'yinchi, 222-o'yinchilar qolishadi va 6-qism boshlanadi. 6-qismda qochayotgan o'yinchini qidiruv guruhi topib olishdan boshlanadi va u qidiruv guruhiga orolni ko'rsatadi. 6-qism bu insonlar deb nomlanadi va o'yin davom etadi. 3 ishtirokchi bilan keyin ular oxirgi dumaloq binoga o'tadi. Dumaloq binoda Gixun 330-raqamli o'yinchini chiqaradi. Bo'ldi. Gixun chaqaloq bilan yutdi-ku deyishili mumkin, lekin o'yin boshlash uchun tugma bosilmagandi. Shu uchun o'lim hisobga o'tmaydi. Gixun bergan va'dasida turib chaqaloqni qutqaradi va o'zi halok bo'ladi. Sakrashdan oldin biz hayvon emasmiz, insonmiz dedi va sakradi. Shu bilan o'yin tugadi. Qo'riqchi esa barcha hujjatlarni yo'qib yuboradi. Boshqaruvchining ukasi esa orolga kirib oldi. Keyin qidiruv guruhi qirol qo'riqchilarni chaqirdi. Shundan keyin evakuatsiya boshlanadi. Keyin boshqaruvchi o'yin va dalillarni yo'q qilish uchun portlovchi uskunalarni faollashtiradi. Uka akasini topdi. Keyin barcha askarlar kemada qaytib ketishdi uylariga va o'yin joyi portlaydi. 6 oydan so'ng kapitanning uyiga o'g'liga tushgan cho'y chiqdi. Boshqaruvchining ukasi va bir odam uni kutib olib ketishdi. Politsiyachi uyga borganida Gixun qutqargan chaqaloq uni uyida bo'ladi. 222-o'yinchi g'olib degan xat bilan va karta ham qoldirishadi. Uning ichida 45 milliard won bo'ladi. Keyin birinchi sezondagi 67-raqamli o'yinchining ukasini onasi topadi. Hujjatlarni yo'qib yuborgan qiz Xitoyga yo'l oladi. O'yin boshqaruvchisi Amerikaga keladi va Gixunning narsalarini qiziga olib keladi va beradi. Ichidan uning qolgan barcha pullar tashlangan karta, kiyimlari chiqadi. Keyin biz yangi o'yinchilarni yig'uvchini ko'rdik. U Amerikadan o'yinchilar yig'ayotgan bo'ladi va film tugaydi. Endi bo'lsa film haqida va tahlilga o'tamiz. Serial haqiqiy shedevr, dramatik yo'nalishda bo'lgan. Serialni siz bir emotsiya bilan emas, 3-4 xil emotsiya bilan ko'rasiz. Ko'rayotganda hayron ham bo'lasiz. Oxirgi o'yinda bizga Tannisni ham ko'rsatishdi. Osilib turgan holatida. Serialda o'yin yo'q qilindi. Yangi o'yin esa Amerikada boshlanadi. O'yinchilarni aktrisa Kate Blanchett yemoqda. Uning serialdagi ismi noma'lum. Serialning 4-sezoni bo'lmaydi, lekin remake bo'ldi. Amerika versiya. Yana bir katta ma'lumotni aytaman. Kalmar o'yini seriali Amerika ko'rinishi, ya'ni versiyasi suratga olish ishlari dekabrda boshlanadi. Unda eski qahramonlardan boshqaruvchi, politsiyachi, tiplar qaytadi va Amerika versiyasida ham Gixunlik o'yinchi bo'ladi. Serialni 6 soat ko'rdim va 6 soatlik serialni sizlarga 8-9 minutda sizlarga qisqa qilib aytib berdim. Serial ko'rishingiz arziydi. Sizlarga maslahat bergan bo'lardim. 3-sezonni ko'rishdan oldin 2-sezonni ko'rishi, chunki 3-sezonga tushmasligi mumkin. Ko'pchilik 456-o'yinchi Gixunni yangi boshqaruvchi, ya'ni frontmen bo'ladi deb o'ylashgandi, lekin u chaqaloqni qutqarib mardlarcha halok bo'ldi va chaqaloqni qutqarib qoldi. Bu haqiqiy mardlik bo'ldi. U kampirga bergan va'dasida turib, bolani saqlab qoldi va o'zi o'ladi. Men so'ng Gixunni o'lishini umuman kutmagandim. Men uni o'yinni yutib, o'yinni yo'q qiladi deb o'ylagandim. Lekin so'ng Gixunda imkon bor edi, ya'ni tirik qolish imkoni. Lekin so'ng Gixunda yurak bor. U o'zi tirik qolishi uchun boshqalarni tunda uxlayotganda o'ldirgisi kelmadi.
Va serialda Marvel, DC qahramon ayol eslab o'tildi. Serial 6 oyda premyera qilindi. Ikkinchi sezon dekabrda premyera qilingan. Amerika versiyasi taxminimcha 2020-yil boshida premyera qilinadi va 3-sezonda ko'proq o'yinchilar pul uchun o'ynashdi. Birinchi sezondagilar tirik qolish uchun o'yin o'ynashgan bo'lsa, 3-sezon ko'proq pul uchun bo'ldi va 3-sezonda Song Gi-hun ko'p gapirmadi va harakat ham qilmadi, chunki u hammasi foydasizligini bilib bo'lgandi. Shundan so'ng faqat o'ynashda davom etdi va unda maqsad paydo bo'ldi: chaqaloqni qutqarish, va u maqsadiga erishdi. Serialga 10 dan 10 ball qo'yaman. Menga juda ham yoqdi. Haqiqiy shedevr serialni, yakuni ham shedevr bo'ldi. Ba'zi bir seriallarga o'xshab qahramonni uzoq vaqt ushlab turishmadi va 3-sezonda yo'q qilishdi. Endi Song Gi-hun kalmar o'yinidan butunlay chiqib ketdi va uni eslashlari mumkin, lekin umuman boshqa kalmar o'yinida ko'rinish bermaydi. Endi yangi era boshlanmoqda, Amerika versiya. Bu haqida kanalda keyingi videolarda alohida aytib beraman. Serial sizlarga yoqdimi? Tahlilchi: agar serialni ko'rmaganlar bo'lsa, men aytib berganimga qaramasdan o'zingizlar boshdan ko'rib chiqinglar. Juda ham qiziqarli bo'lgan. Men 6 soatlik serialni 8 minutga sig'dirganman. Tahlil shulardan iborat edi. Agar 3-sezon haqida yana video xohlasanglar, kommentariyada 3-sezon deb yozib qoldiringlar. Videoni reklamadan so'ng davom etamiz. Sizlar YouTube kanali ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringizlar ko'pmas, kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview odamlar sizlarning videolarini ko'rishdan oldin ustidagi rasmiga, tekstiga qarashadi va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil. Va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni, chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizaynerini tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlik qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegramlarini opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersangiz bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan Kalmar o'yini 3-sezonini barcha qismlarini boshdan oxirigacha tahlil qildik. Tahlil yoqgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Kalmar o'yini serialining tahlilini birinchi bo'lib MyFilm News kanalida ko'rdingiz. Serialni kino kanaldan o'zbek tilida ko'rishingiz mumkin barcha qismlarni. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, videolarni o'tkazib olinishligi uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha